Barchangizga salom do'stlar. Mana do'stlar 2 haftalik tanaffusdan so'ng yana qaytdim. Bugun sizlarga yoqadigan video bo'ladi. Ya'ni bugungi videomizda o'yinlarni vijdon qilib pul ishlaymiz. Ya'ni o'yinlarni vijdon qilib pul ishlab pul chiqarib ko'ramiz. Demak do'stlar, videoni boshimizdan oldin shu videomga birdan like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, men bundan keyin chiqadigan videolarni ham ko'rib borasiz. Demak do'stlar, bugun bizga mana shu ikkita o'yin kerak bo'ladi. Hozir rekomendatsiyadagi o'yinlar ekan. Pul to'laydimi, to'lamaydi, hali uni 100% bilmayman. Hozir sizlar bilan birgalikda bu o'yinlarni vijdon qilib pul chiqarib ko'ramiz. Birinchi bo'lib bizga virtual room kerak bo'ladi. Kirib olamiz. Bu haqida video qilganman. Vmos Pro yoki buni ishlasanglar ham bo'ladi. Hop, birinchi bo'lib mana virtual roomga kirib olamiz. Kirib olganimizdan so'ng bizga eng birinchi HCapData kerak bo'ladi. HCapDatani bu yerdan o'zingiz masalan telefoningizda bo'lsa input qilib olishingiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri o'zingiz telefoningizda ishlata olmaysiz. Masalan men ishlata olmayman, sababi meni telefonim versiyasi katta. HCapData Android versiyasi 10 va undan pastlada ishlaydi. Menikining versiyasi mana 14. O'shaning uchun men virtual roomdan foydalanaman. Virtual room o'shaning uchun kerak bo'ladi. HCapDatani ishlatish uchun kerak bo'ladi. Hop, bu yerda hozir ilovalarni qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib bu yerda mana poistda yozsanglar bo'ladi yoki bu yerda mana orasidan qarab qo'shib olsanglar bo'ladi ilovalarni. Xo'p, masalan men hozir HCapDatani qo'shib olganman. Hozir boyagi ikkita o'yinni qo'shib olaman. Hop, mana birinchisi importni bosamiz. Mana bu yerda ketadi. Hop, ikkinchisini ham tanlaymiz. Hop, import bo'ldi deyapti bu. Hop, ikkinchi o'yinimizni topamiz hozir. Mana ikkinchi o'yinimiz. Buni ham import qilamiz. Va bo'ldi. Bu ham mana import bo'ldi. Hop, chiqib ketamiz. HCapDatani ham shu yerdan import qilasizlar. O'zingizlarga ustomchi qilgan bo'lsanglar, agar o'zingizlarga ustomchi qilmagan bo'lsanglar, bu yerda fayl bo'lim orqali fayllardan bu virtual roomga ustomchi qilsanglar bo'ladi. Hop, mana bu yerda mana qo'shildi. Buni asosiy ekranga chiqarib olamiz. Hop, mana ikkinchisi. Hop, endi shularni hozir vijdon qilib pul chiqarib ko'ramiz. Birinchi bo'lib mana bu o'yindan boshlaymiz. Hop, biz bu o'yindan nima qilamiz? Biz bu o'yinda menimcha reklama ko'rib pul ishlashimiz kerak. Mana shunday ekan, reklama ko'rib pul ishlaymiz. Mana reklama beradi bizga 2 sekund uchun. Mana o'tkazib yuboramiz va X bosib chiqib ketamiz. Mana bizga ochko berar ekan va biz shu ochkolarni yechib olishimiz kerak. Bu yerda mana kristal 2x ustiga bossak bizga mana reklama beradi. Hop, buni o'tkazib yuboramiz. Va buni ham o'tkazamiz. Bunda 3 ta 4 ta reklama bersa kerak. Hop, mana 3 ta berar ekan. Mana 3K bo'ldi bizning balansimiz. Xuddi shunday qilib ishlar ekanmiz bunda. Provilan ustiga bossak, mana qanday ishlashimiz haqida yozilgan ekan. Hop, obmen bo'limiga o'tsak, mana 5000 ta 5000 olmosimiz 200 rubl bo'lar ekan. Mana 8000 tasi 450, 10000 tasi 750 rubl bo'lar ekan. Hozir biz bunday qilib pul ishlab o'tirmaymiz. Bunday qilib ishlasak juda ham ko'p vaqt ketadi. Hozir buni biz vijdon qilib pul chiqarib ko'ramiz. Hop, bundan chiqib ketamiz va обязательно buni yopamiz. Va meni sevimli ilovam mana HCapDataga kiramiz va bu yerdan mana birinchini tanlaymiz buni. Va ikkinchi bo'limga o'tamiz va bu yerdan o'yinning kodini topishimiz kerak bo'ladi hozir. Hop, chiqib ketibman hozir bundan. Bu yerda ham emas. Mana bu yerda ekan balans degan joyida mana 3-bo'limda ko'pchilik ilovalarda bu yerda fayllar ko'p bo'ladi. O'shani orasidan topib olishingiz kerak bo'ladi. Mana hozir men topdim. Mana bu yerda 3 deyapti. Xo'p, bizda 5000 ta qilib ko'ramiz buni hozir. 5000 tada 250 rubl edi shekilli. Mana 5000 ta qildik. Hop, close'ni bosamiz. Va chiqib ketib
har kaptadan yopishimiz kerak bo'ldi. Mana yopamiz va endi o'yinga qaytadan kiramiz. Va mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana 5000 ta tanga bo'ldi. Hop, mana obmen bo'limiga o'tsak, 5000 tasi 200 rubl bo'lar ekan. Hop, endi bir marta reklama ko'rib qo'yamiz. Sababi kodi to'g'ri yozilishi kerak. Hozir biz kodni o'zgartirdik. O'shaning uchun o'zgartirganingizni bilib qolmasligi uchun yana bitta reklama ko'rib qo'yishimiz kerak bo'ladi. X bosamiz va bo'ldi. Endi hozir sizlar birgalikda pul chiqarib ko'ramiz. Hop, obmen bo'limida bu yerda pul chiqarmas ekanmiz. Bu yerda faqat mana ashyos ko'rsatilgan ekan. Pul chiqarishimiz uchun bu yerda Vuyet bo'limi ustiga bosamiz. Bu yerda mana karta, Visa, hop, Payer va Yumani bor. Bizga mana karta Visaga chiqarsak ham bo'ladi yoki-da Payerga chiqarsak ham bo'ladi. Hozir mana Payerga chiqarib ko'ramiz. Bu yerga qancha chiqarishimizni yozamiz, pochta va Payer raqamimizni yozamiz. Hozir to'ldirib olaman men. Mana hammasini yozib oldik. Endi zaпрос na Vuyet ustiga bosamiz. Minimum 200 rubl deyapti. Biz 200 rubl yozdik bu yerga. Unda bu yerga ochko yozilishi shekilli. Hop, ochkoga 5000 tasi 200 rubl bo'lardi. Mana 5000 deb yozdik. Endi zaпрос na Vuyet ustiga bosamiz. Va bo'ldi, mana bizni balansiz mana yetishib oldi. Bo'ldi, bizni balansni yetishib olibdi. Endi buni qachon tushishini bilmayman. O'shaning uchun agar pul to'lasa sizlarga xabarni beraman. Endigina navbat do'stlar, ikkinchi o'yinimizga o'tamiz. Buni yopamiz. Hop, ikkinchi o'yinimizga kiramiz. Hop, ikkinchi o'yinimizda bunda ham menimcha reklamaga pul ishlatishimiz kerak. Za foto 0 rubl, za video 0 rubl. Bitta masalan ustiga bossanglar, bitta rasmli reklama bo'lsa 0.03 rubl berar ekan. Ana videoli reklama bo'lsa 0.5 rubldan berar ekan. Hop, hozir bitta masalan reklamani ko'ramiz. Va X bosib ketamiz va bu yerda bizga mana 0.30 rubl berdi, ya'ni 30 kopeyka berdi. Endi za video ustiga bossak, bizga video reklama berish kerak. Va X bosib chiqib ketamiz va bo'ldi. Mana shunday qilib pul ishlar ekanmiz. Bu yerda mana 80 kopeyka bo'ldi bizda. Xo'p, bu yerda mana pul chiqarish bo'limi ekan, asosiy bo'limi. Hop, mana ilova haqida ma'lumot. Hop, pulingiz 5 kun ichida tushadi deyapti. Mana Payrumani Sberbank Tinkoffga tashab berar ekan. 20% komissiyasi ham bor ekan. Xullas, VPN ishlash mumkin emas ekan. Minimal rubl 120 rubl ekan. Xo'p, bo'ldi. Hozir biz mana shunday qilib pul ishlab o'tiramiz. Buni ham hozir fuzdon qilib pul chiqarib ko'ramiz. Hop, hozir bizda 0.080 rubl bor. Hop, bundan chiqamiz, buni yopamiz va hakapda kiramiz. Va bu yerdan MoneyGram ustiga bosamiz. Va bu yerdan ham ilova kodini topib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda yo'q. Bu yerda ham emas. Mana bizning balansimiz 0.00, ana 0.08. Xo'p, buni minimal 120 deganda, hop, bu yerga 120 deb yozamiz. Mana 0.8 ni ham yozamiz. Menimcha to'g'ri yo'q. Hozir biz hisoblash kerak uni. Masalan 0.03 dan 2000 tasi 60 ta bo'lsa, hop, mana biz 4000 ta reklama ko'rsak 120 rubl bo'lar ekan. Hop, mana shuni yozishimiz kerak. Hop, 120 plus 0.05. 120.05.
Hop, bu yerga aniq qilib yozishimiz kerak. Sonni 120.05. Hop, tayyor. Endi buni yopamiz. Va endi o'yinga qaytadan kiramiz. Mana bizni balansiz mana o'zgardi. 120.50 rubl. Hop, mana nachatni ustiga bosamiz. Va endi har doimgidek bir marta reklama ko'rib qo'yamiz mana. Kodni to'g'ri yozish uchun. Va bo'ldi, tayyor. Endi bemalol pul yechib olishimiz mumkin. Wivitni ustiga bosamiz, pay'ni ustiga bosamiz. Imya, nomer, summa. Ismingiz, bu yerga nomerga pay raqami, summaga qancha yechib olmoqchi o'shani yozasiz. Hop, buni yozamiz hozir. Mana hammasini yozib oldik. Endi wivitni ustiga bosamiz. Успешный wivit dedi va hozir balans ko'rsak, mana bizni balans yechib olibdi. Xullas do'stlar, hozir ikkita o'yindan ham pul chiqardik. Agar pul to'lasa, sizlarga xabarini beraman. Video cho'zilib ketdi. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.